بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إذا السماء انشقت Osman yerilgan, وأذنت لربها وحقت Rabbinin emrini anlap itaat kılgan, Rabbinin emrini anlaşqa, itaat kılışqa layık bolgan çağda, وإذا الأرض مدت zimin sozulgan, وألقت ما فيها وتخلت qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madanlarni sirtqa chiqarib, quruq dinib qolgan. وأذنت لربها وحقت Rabbining emrini anlap itaat qilgan, Rabbining emrini anglashqa, itaat qilishqa loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatlik ahvollarga yo'liqidi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ey inson, sen haqiqatan Rabbinga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'iy ijtihod qilasan, ya'ni amalingning natijasini ko'rasan. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Nami amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob ilinadi. وينقلب إلى أهله مسرورا. U jannatdagi oilasiga xo'shal-xuram qaytadi. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Nami amali orqa tarafidan berilgan odam فسوف يدعو ثبورا. voy deb to'laydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi. ويصلى سعيرا. Davzaqqa kirdi. إنه كان في أهله مسرورا. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shod-xuram edi. إنه ظن أن لن يحور. U Rabbining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. بلى إن ربه كان به بصيرا. Undaq emas. Ya'ni u Rabbining dargohiga qaytadi. Rabbi haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufuqdagi qizillik bilan kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, لتركبن طبقا عن طبق. sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib tursizlar. فما لهم لا يؤمنون. Ular, ya'ni mushriklar nemishqa iymon etmaydi? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ularning yinida Qur'on o'qilgan chaqda nemishqa sajda qilmaydi? بل الذين كفروا يكذبون. Balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. والله أعلم بما يوعون. Ularning dillaridagi yo'shirin narsalarni Alloh obdan biladi. فبشرهم بعذاب أليم. Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar uzilmas savobga erishadi.